tam yetip ketdi. Bugün anam meni türlü mallar magaziniga narsa kerak setip algılı ilip bardi. O manga dostum kabinninkiga o'xshash ikki tarafida yonchug'i bar ishdan ilib bermoqchi bo'ldi. Ko'chada nurg'un odamlar bor bo'lib, ular doim yugurgandeklar jiddiychilikda mang'atdi. Magazinning oldiga kelganda, onam manga qalaymaqan yugurmasligimni, uning yonida mengishimni topladi. Magazinga kirdik. Nima degan ko'p odamlar bu? Yangroq muzika anglanib turadi. Prikazchik aytchash mahsulotlarni tunishtiryotdi. Anam manga yinida ko'p pul yo'qligi, shunga jiq narsa setib olishga bo'lmaydiganligini aytdi. Anam o'ziga kiyim tanlayotganda men atrofga qaradim. Vah, men almoqchi bo'lgan ishtonni ko'rdim. Ona, bulunga, men almoqchi bo'lgan ishtonni ko'rsatay. Men ashundig'ini olatdim. Orqamga burilib, onamdan men tanlagan ishdan chiroyliqmi, emasmi so'rab boqmoqchi bo'ldim. Voy, bir ochish ekan-ku. Xato tunib qoptiman. U onam emaskan. Yuragim ansa so'qishga boshladi. Men onamni tezroq tepish uchun qadamlarimni yo'g'on ilib, jinimning boricha yugurdim. Men onamning qizil chopinini ko'rdim. Onamga yetishib oldim. Boya bekli qo'rqib ketdim. Biroq umi onam emaskan. Umi onamga o'xshash qizil chopon kiygan ochashgan. Undaqda onam nega ketgandu? Men magazinning koridorida yugurib yurdim. Lekin ularning hammasi onamga o'xshash qizil chopon kiyib olgan edi. Ona. Hamma yerda izlabman onamni topolmadim. Bu yerda men tanimaydigan nurg'un odamlar bor ekan. Yana ota-onasi bilan birga kelgan bolalarmi bor ekan. Lekin men o'zim yolg'izman. Men onamni qayta ko'rolmasligimdan ansirdim. Endi qanday qilarman? Men ezib qoldim. Uyimni topolmadim. Beshi g'alitali bir yashangan apandim menga engishib turib, nemishqa yig'laydiganligimni so'rdi. Men bek qo'rqib ketgachga, yugurganimcha qochib ketdim. Esimda qilishicha dadam menga, agar ezib qolsang, magazinning ichidan hargiz chiqma. Berib pul ilish o'rnidagi ochashni izla, degan edi. Men pul ilish o'rnidagi ochashga gap qilmoqchi bo'ldim. Biroq u meni ko'rmadi. Bir ochash kulimsiragunicha yonimga kelib, zo'ngziyib o'ltirdi. U qarmoqqa bek oq ko'ngilda ko'rinadi. Men ochashga onamni yutirib qo'yganligimni debla yig'lab ketdim. Atrofimga bir to'p kishilar o'lashdi. Ularning hammasi menga qarab jiddiylashib ketyotdi. Forma kiygan bir tog'am yonimga kelib, bo'm ovozda ismimni so'rdi. Orqadan u menga yana onamni billa izlab berganligini aytdi. U tog'am meni ishxonasiga akirib, mikrofonda mening yetib ketganligimni e'lon qildi. Magazindagi hamma e'lon uning ovozini anglay oladi. İsmimni yangratquda anglab sal g'alati his qildim. Bir ochash menga onamni saqlag'ash rasmlarini bo'yab turishimni aytdi. Men bek izoh tortdim. Ham bek jiddiylashdim. Tuyuqsiz eshik ochildi. Onamkan! Onamning yig'layotganligini ko'rdim. U menga o'xshash qo'rqib ketibdi. Ana, jinim ana, men mangu siz bilan birga bo'laman. Boya intayin qo'rqib ketdim. Hozir onamning qo'lini ching tutib oldim. Onam menga tasalli berish uchun sovg'at va ikki tarafida yonchug'i bor ishdan elib berdi. Onam bilan birga turg'unimdan bak xushal. Mening amdi yana yutib ketgim yo'q, ana.